Ibragimjon, men tushunmadim. Nimaga ham blogerlarning sochini kraska qilyapsiz, kalga olyapsiz? Karilashyapti-da menga. Mani sochim bilan nima qilasiz? Voy, zo'r narsa o'ylab qo'yganman siz sochingizga. Yo'q, siz sochingiz bilan shunaqa narsa qilaman. Bolalar uchun-da sochlariga shunaqa narsa qilmoqchiman. Taku ranglar bilan ikkinchi ustidan yog'izga. Hali qizlar bo'lmagan ekan, mana birinchisi siz bo'ladi. Faqat to'xtang. 100 mingta like bo'lsa. Siz ijara. Не надо. Kerak emas. Yo'q, qo'yiladi mana shunga. Ibrohim, yana o'yinmi? Yana shu onajonim, turnir onajonim, tushunib turing. Sen o'zi ko'chaga chiqasanmi, yo'qmi? Yo'qol uydan. Ona chiqaman, bugun kechga chiqaman ona, men shu uyingizdan ketaman. Menga hech qanaqa gapingiz yo'qmi? Yo'q, qanaqa gap? Romantikani ham tushunmaysiz. O'yin o'ynayapman, u qanaqa romantika, jim o'tirsang bo'lmaydimi? Menga qarang, siz bilan hammasi tugadi. Men kechasi bilan yozishingizni kutganman. Sizga bo'lsa faqat mana shu PUBG o'yiningiz kerak. O, menga qaragin, 2020-yil karantinda men zerikkanimda mana shu o'yin qutqarib qo'ygan. Bundan tashqari uyimga mana shu o'yinning orqasidan 2 ta olib kiryapman. Mana shu o'yin meni zvezda qildi. Agar mana shu o'yinni deb oramiz ochiladigan bo'lsa, bugun oramiz ochiq, tushundingmi? Bo'pti, sizga qarochi. Hurmatli bemor, O'g'u, labbi. sizga narkoz berishimiz kerak. Nima edi u opajon? Bu narkoz 5-6 soatda uxlatib qo'yadi. Voy, opajon, men turnir dedim-da. Iltimos, unaqa qilmang. Siz mana qayog'imni ochaman, kesaman, siz kesib tashiring, jim yotaman. Turnir bor edi, maylimi? Shunda turnir o'yinimni o'ynay oling, iltimos. Muhim turnir, 10 ming dollarlik turnir. Voy, tavba qildim. Bunaqa bemorni endi birinchi marta ko'rishim. 10 ekan. Zo'misan? Rulidan ham chopilib ketding. Otish kerak. Voy, yana PUBG'mi? Eshitmaydigan ham bo'lib qolibsan-ku. Telefoning o'chib qolib, qotib qolarmidi, zaryadkalari tugab. Nima deysan? Jigarim, meni telefonim unaqa bo'lmaydi hech qachon. Realme GT 7 bo'ladi. Ekrani AMOLED, undan tashqari любой o'yinda 120 FPS ochadi. Plavno ishlaydi. Umuman qotishlar bo'lmaydi. Nimaga degan? Nimaga? Bu telefonda sovutish tizimi bor. Hozir hamma gamerlar bor-ku, mana shu telefonni tanlashyapti. Yana eng zo'ri zaryadkasi o'chib qolsa deymi? Bu telefon bor-ku, 120 vatt tezlik bilan zaryad oladi-da. Bu degani 15 minutda 50% bo'ladi. O'rta qara. Choyxona o'rtalanib qo'yganda bor bitta Realme olib o'ynaylik o'rta. Birga PUBG. Men o'ynab ko'r. Hozir sizlar bilan Andijon Shevada. Toshkent Shevada gaplashamiz. Shupurga. Nimarga? Shupurga. Hop, kelyapti. Okay. Jalila kelyapti. Chuchu. Shakarob. Shakar yo'q ichida. Yo'q. Bolalar aytinglar shakarob. Shakarob. Sizlar demak tuz solmaysizlar, shakar solasizlar, to'g'rimi? O'ttiz solamiz, lekin shakarob. Shirin mayda. Chaqaloq. Jiji. Good game. Okay. Jiji. Mягкий. Maki. Molki? Molmi? Mol dedilarmi? Ha, nima? Maki. Undan keyingisi bundan ham prikolniroq bo'ladi, kommentariyaga yozib qoldiringlar. Molki. Bugun men hali O'zbekistonda hech kim bitiruv kechasida qilmagan ish qilaman. O'zingizlar ko'rib baho beringlar. Men kecha Instagram ko'rib o'tirdim 24-may. Meni Reels'imdan bitta video chiqdi. Ya'ni unda bitta aka o'zini singlisiga gul beribdi va kommentariyaga kirsam 100 minglab odam qaniydi mana shunaqa akam bo'lsa edi debdi. Hozir men sizlarga bitta surpriz tayyorlaganman. To'g'ri qaysi biringlargadir sinfdoshman yoki qaysi biridir bitiruvchi 9-sinfga akaman. Va bugun hech qaysi bitiruvchi qiz gulsiz ketmaydi. Sovg'alarni topshiringlar. Ну как сумела гитаре сыграл и спел выпускной ты в красивом платьице. И тебе вот 17 лет. Я хотел тебе просто понравиться. И как сумел на гитаре сыграл. Вся наша школа. Men Ibrohim sinfdoshman. Yaxshi bo'lim. Qizlar bilan yurmagan umuman. Men Ibrohimning 11 yillik sinfdoshiman. To'g'risi bu bola juda ham yaxshi. Ko'nglimda yaxshi taassurotlar bilan qolgan. Men Rasulov Ibrohimning ustozi bo'laman. Rasulov Ibrohim yoshligidan tirishqoq, chaqqon bo'lgan. Ishlariga omad tilayman. Yaxshi o'qishga kirib, ota-onasining rohatini ko'rib yursin. У меня с Юлей одна фамилия.
И так полгода днем пожар, а ночью без... Men Ibrohim eng yaqin o'rtog'im. O'rtoq yomon bo'lsa ham bitta narsani aytaman, qizlar bilan sal kamroq gaplashgan. Men Ibrohim o'zim, iltimos hech kimning gapiga ishonmanglar va iloji bo'lsa like bilan podpisatsiyani bosib qo'yinglar. Драма по классике, но ни одна